Assalomu alaykum mashxonadonga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Nihoyatda sizlarga havosim keldi. Havoni qarang, tozaligini. Toshkentda ham yo'q, Qo'qonda ham yo'q bunday havo. Sog' bo'linglar. Shunda baxtli odamsizlarda. Meni qadrdon ukam, bir tutungam ukam, Ulug'bekjonni Toshkentda restoranda menejeri ukamiz ekanlar. Shu Ulug'bekjonni hurmatlaridan keldik. Qolaversa ukam o'zlarining hurmatlaridan keldi shekka. Baxtli bo'ling ukajon, iloyim hamisha mana shunday bir xonadon to'yiga to'lsin iloyim. Ya'ni yillari ham o'g'il to'yi bo'lsin deganlar bor-ku, abida qarshi chopib qo'yaylik endi. Sal qarshi chopsa ham yayraydi odam. Kelin-kuyovlarimiz baxtli bo'lsin iloyim. O'g'ali juvali bo'lsin. O'zimning xonadonimga qanday niyatlarni tilasam, mana shu xonadonga o'shanday yaxshiliklar tiladim. Sizlarga ham o'shanday yaxshiliklar tilavordim mana. Sizlar ham baxtli bo'linglar, xonadonlaringiz tinch bo'lsin. Qo'shiqlarim sizlar uchun, marhamat.